Ana qizlar, alhamdulillah idishlarimizni sizlarga bu videoni sifatli tushunishingiz uchun qo'yyapman. Atidan. Boshqalarga o'xshab, misol uchun reklamamizni kuchaytirib olib, sifatsiz idishlarni sifatli zo'r deb sotayotganimiz yo'q. O'zi biladi kimlar shunaqa qilayotganini. Endi bu ham sifatsiz demayman, misol uchun ustani ishini yomonlash emas bu. Arzon qimmatligini tushuntirmoqchiman sizlarga qizlar. Xo'p, alhamdulillah bu podstavkasiz shunday turadigan idishimiz. O'sha topperimiz. Bu 65 ming so'm. Mana qalinligini ko'ringlar. Xo'p, keyingisi mana. Alhamdulillah. Buni ham amma tillalarni ustiga sarfani ko'chirsa, bu ham yaltirlaydi mamlaga o'xshab. Lekin yupqa. Mana 35 ming so'm bu qizlar. Sifatini ko'ringlar. Mana 35 ming so'm. Mana shu ikkalasini ko'p